Bolaligimizdagi Goblin tarjima filmlari va multfilmlari yodingizda bo'lsa kerak. Etagimni tutsang, kam bo'lmaysan. Nexia'ni kalidini berishga qaror qildilar. Songa qo'ydim shartini, mana bugunni xotini. Qizlarni zo'rish o'tdi ekan. Yo, men uyalaman shunga. Hech o'ylab ko'rganmisiz? Bu g'oya qayerdan kelgan? Asl Goblin komedik dublyaj yo'nalishi 1990-yildan 2000-yil oralig'ida rus dublyaj aktyori Dmitriy Puchkov tomonidan o'ylab topilgan. Dmitriy mashhur filmlardagi so'zlarni noto'g'ri, ammo juda kulgili va kayfiyat ko'taradigan so'zlar bilan tarjima qilgan. Garchi filmda ishlatilgan so'zlar noto'g'ri bo'lsa-da, bu kinoning syujetiga umuman ta'sir qilmagan. Dmitriyni harbiy xizmat o'tab yurgan davrlarida Goblin deb laqab qo'yishgan va u ushbu laqab bilan tanilgan. U tarjima qilgan komik yo'nalishidagi filmlarni esa Goblin dublyaj deya atay boshlashgan. 2000-yildan 2010-yil oralig'ida o'zbekistonlik yosh havaskorlar ham o'zlarining Goblin tarjima yo'nalishidagi studiyalarini yo'lga qo'yishgan. Jahon kino va shou biznes olamidagi eng qiziqarli ma'lumotlar biz Media.uz Instagram kanalida kuzatib boring.